Qushlarimiz biza o'ylaganimizdan ko'ra ancha aqlli. Hech narsa o'zidan o'zi qilinmaydi. Hammasida mantiq bor. Ba'zilar savol berishgan. Kanariya akamiz 5 ta tuxum qo'ydi-yu, ma'lum vaqtdan keyin ikkitasini chiqarib tashladi deyshadi. Bunaqa vaziyatda ko'pincha o'sha urug'lanmagan palag'da pilotsiz tuxumlarni moda kanariya aka 4-5 kun bosgandan keyin chiqarib tashlaydi. Ularni bosishdan ma'no yo'qligi uchun. Yoki yana bir savol, birinchi partiya jo'ja chiqarganda qushimiz yaxshi boqib katta qilgandi, ikkinchi partiya yana jo'ja chiqardi-yu, unaqangi yaxshi boqmayapti deyishadi. Xo'sh, bunaqa vaziyatda ko'pincha agar jo'ja nimjon, qanaqadir kasalmand bo'ladigan bo'lsa, onasi unaqangi zo'r boqmaydi. Sababi jo'ja onasini tagida turganda unaqangi yaxshi qimirlab, yaxshi onasidan ovqat so'ramaydi. O'shaning uchun moda ko'pincha boqmaydi va nimjon qushlarni o'zi tabiiy ko'payishda ular yashab qolmaydi.